Siz bugun kam pul ishladim. Sadaqa qilinglar, sadaqa qilinglar. Aka sadaqa qiling iltimos aka. Mavratishga. Rahmat aka, rahmat. Endi men bu pullarimga magazindan ovqatlanaman ketdim. Ana magazinga ham ketib qoldik. Magazin arendaga beriladi. Bir kun $250, $250. Qancha bo'ladi? Men bo'lmishman buni bilmayman. Qaramaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menga bironta shirin ovqatingizdan bering. Xohlaganingizni tanlang. Xo'p, rahmat. Menga bugun har kuni o'rtacha $20 ishlayman. Bugun qo'y go'shtidan ovqat yeyman. Qo'y go'shti ancha bo'lib, bir oy bo'ldi yemaganimga. Menga qo'y go'shtidan ovqat bering, qancha turadi? Atiga $10. Xo'p. O'zi $5mi? $10 deydi bular. Quloq kimman ustimdan? Ana $10. Bo'ldi, to'g'ri ketavering. Yana kelib turing. Bo'ldi, rahmat. Men ketdim. Endi men buni mazza qilib bomjlar skameykasida yeyman. Qani zirman-ku. Kiyimcharim ham zir. Sochimni ham taravollam. Endi esa skameykaga o'tirib paqqos ishlaman. Nyam. Ovqatimni ham yeb bo'ldim. Endi obedgacha mazza qilib uxlayman. Shuni topsak ham bo'ladi. Avval baklashga terib yurardim. Brat, baklashga bormi, brat? Brat. Shinangiz qolib ketdi, brat, shina. Nima? Yo'qolib qoldi. Buni sotaymi yo sotmayman buni. Buni egasiga qaytarish kerak. Topaman, nima qilay? Buni topib egasiga bersam, savob bo'ladi. Lekin agar buni sotsam, bugun qornim och bo'lmaydi. Buni yaxshisi egasiga qaytarishim kerak. Ketdim endi topaman egasini. Brat, qayerdasiz, brat? Brat, qayerdasiz? Shinangizni tushirib qoldirdingiz. Odamni qachon topaman? Brat, sizmi? Shinam qayerda? Mana shinangiz menga tushib ketdi, men brat, uzr meng. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Ana halollab $50 ni ham olib oldim. Bu pullar halol. Endi men nima qilaman? Kvartira arenda olaymi yoki magazinni 1 soatga olaymi? Magazinni 1 soat adiga o'zi $30 yoki $40 turadi. $40 berib $100 olishim mumkin. Lekin mazza qilib uxlasam bo'lmaydimi? Menga pul kerak, to'g'ri. Menga pul kerak. O'sha uchun men magazinni arendaga olaman. Ketdim. Men kelib oldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 1 soatga magazinni arendaga bera olasizmi? Bonuslar uchun bera olaman, lekin boylar uchun men har kun kamida 1 kunga arendaga beraman. Katta rahmat, meni ham tushunganingiz uchun. 1 soat arenda puli qancha bo'ladi? Atiga $25. Mayda pulni qayerdan olsam bo'ladi? Orqamdagi sandiqni ko'ryapsizmi? O'sha sandiqqa mayda pullar bor. Faqat ko'p olmang. Agar $50 bo'lsa, $25 bering, qaytib $25 olasiz. Mayli, o'taring. Mana sizning pulingiz, mana. Endi men pullarimni maydalab olaman. $20, $25. Endi bu magazin 1 soatga sizniki. Endi siz ketavering, mayli. Klient, mayli, siz ketavering. Ana, klient topish kerak. Birinchi klient. Yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ikkitasidan bera olasizmi? Sizdan $30 bo'ladi. Ikkitasini sandiqdan olishingiz mumkin. $30 pulni bering. Rahmat. Birinchi pullarim. Yana kelib turing.
Rahmat, sog' bo'ling. Obunachilar, birinchi bo'lim bu, birinchi bo'lim. Yaxshi. Ularga men kvartira arenda qilsam bo'ladi. Kvartira arenda qilaman. Yaxshi. Qancha vaqtim qolgan bo'lsa, svetlarni o'chirib qo'yib ishlayman. Qancha vaqtim qolgan? Hozir ko'ramiz. Hozir 12:22 da olgandi. Hozir odamlardan so'rab ko'raman. Assalomu alaykum. Hozir soat nechi? Telefonim yo'q edi, uzr. Ayting, soat nechi? Hozir soat 13:01. Oho, rahmat. Obunachilar, bitta klientni deb 39-40 minut kutdim. Yana 20 minutda bitta klient ushlab va ushlasam bo'ldi. Endi bitta klient topaman. Qani bitta klient topib kelay. Ana. Bu yerda kazino. Oho. Endi men bu yerga nima qilsam? Bir minutda qo'shilgan telefon. Shuni soni to'plab $1100. Brat. O, to'g'ri. Rahmat, brat. $200 yutib oldim bitta misolni topib. Voy, $200. Endi точно kvartirada uxlayman. Ketdim kvartira topishga. $200. Kvartira topish kerak, kvartira. O, kvartira. Men eng badavlat kvartiralardan topaman. $255 bor. Ketdim kvartira topishga. O, ana men aytgan otel. 5 yillik otellardan biri bo'lgan. Bu yer narxlarini ko'rsangiz, $100 $500 narxlar. Endi buni ichkarisiga kirib, o'zimga kvartira olaman. Endi esa g'alati, ketdik. Oh, yaxshi. Ana 3-qavat. Odamlardan so'radim, 3-qavat deyishdi. Bir kunligi $150. Yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menga kvartira kerak edi. Lyuks kvartiralaringizdan bersangiz maylimi? Meni yonimdagi kvartira lyuks. Attiga $150. Siz uchun $130 qilib beramiz. Bu yaxshi kvartirami yo'qmi bilmayman. İçini ko'rib chiqsam maylimi oldin? Ha, bo'ladi. Xo'p. Oh my god. Wow. Men quyoshda xolodilnik ko'rmaganman unda. Voy, yumshoqqina kreslo. Mazza qilib televizor ko'rsam bo'ladi. Televizor. Bolajon, aql o'y. Oh my god. Sweet, yeah. Nayse sweetlar attiga $70 turadi. Kvartirangiz yo'qdi, olaman. Bunda $130 to'lov qiling. Bir kun kvartira sizniki bo'ladi. Oppa. Hozir sразу pulni taxlayman, $100. Birinchi marta kvartirada yashayman.
ishlayapman.